Andijon ko'chalari doim tirband va o'zbek aholisi, ya'ni andijonliklar doimo shu atamalardan foydalanadi, odamlarni so'kkani yoki qandaydir nom bilan atagani, shularni ingliz tilida o'rganamiz. Birinchisi, ko'pchilik shu yosh haydovchilarni yomon ko'radi, ya'ni o'tib ketmoqchi bo'lganlarda siz shuni inglizchada boy racer deb aytsangiz bo'ladi. Keyingisi, tasavvur qiling, mashina minib ketyapsiz, orqangizda do'stingiz aql o'rgatib ketyapti, chapga ol, to'xta deyapti. Bunaqa odamni biz backseat driver deb aytamiz. Keyingi atamamiz bo'lsa, shu mashinasini qadab minadigan, odatda Andijonda bilasiz, damashlar shu bilan juda ham mashhur, ya'ni shu svetoforlarga to'xtaganda ham shu qadab to'xtashadi. Ularni biz tailgating qilyapti deb atasak bo'ladi. Yana bitta atamamiz bo'lsa, bu shu tunda mashina minayotganingizda shu raid bo'lyapti, gai akalarimiz sizni to'xtatdi. Meni gai to'xtatdi demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, I got pulled over deb aytsangiz bo'ladi. Va oxirgisi va juda ham tanish holat shu shofyorlarni, haydovchilarni bir-biri bilan doim shu jahli chiqqani, bir-biriga shu ozgina haqorat so'zlarini ishlatishlar, shunaqa holatimiz road rage deb tasvirlasak bo'ladi. Ushbu atamalarni o'zingiz ham o'rganib oling va mashina minadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Keyingi safar ularni shu inglizcha atamalar bilan so'ksa yoki tasvirlasa bo'ladi.